Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Men Muxtor Dilshod, umurtqa pog'oni kasalliklari mutaxassisi, manual terapevt. Biz sizlar bilan bugun yana umurtqa pog'oni kasalliklari bo'yicha gaplashamiz va navbatdagi bemorimiz bilan lecheniya jarayonlari haqida gaplashamiz va bizgacha bo'lgan lecheniyalarni qanday turlarini olganligi haqida gaplashamiz va operatsiya, ya'ni jarrohlik yo'li bilan operatsiya qilish niyatida bo'lib yurgan bemorlar bizni yaxshiroq tinglab tursa, bir xulosaga kelib oladi o'zlari shu bilan. Sababi bu bemorimiz bizgacha operatsiyalar qilib va operatsiyadan keyin qaytalangan holatida biz davolayapmiz. Ana shu haqida gaplashamiz. Xo'p. Assalomu alaykum, opa, o'zingizni tanishtiring. Men Paxtabod rayonidan keldim. Yoshim 64 da 16 yil avval belim og'rib, disk reja bo'yicha operatsiya qildirdim. Operatsiyadan keyin mana 16 yil bo'ldiki, hali ham shu dard bilan olishaman. Operatsiyadan keyin ham alishib kelyapsiz, davolanib kelyapsiz yana. Bu dardni sizlarga iltimos qilib aytaman, operatsiya qildirmanglar, iltimos sizlardan. Men operatsiya qildirib olganimga hali ham afsuslanaman. Agar operatsiya qildirmagan bo'lganimda men allaqachon bu mashqlar bilan, rejim bilan tuzuk bo'lib ketgan bo'lardim ekanman. Men bu kasalim bo'lgan mahalimda yangi endi shunaqa disk reja degan nom chiqqan. Bu kasalga men umuman aqlim yetmagan, nima bo'layotganimni tushunmaganman. Operatsiya desa bo'pti, operatsiya qilsa tuzuk bo'laman ekan deb, endi operatsiyaga yotib operatsiya qildirib olgan ekanman. Bu kasallikda qisilishdan kelib chiqqan, bosimdan kelib chiqqan qisilishni ochish kerak, bosimni ochish kerak deb tushunmagansiz. Ha, olib tashlaydigan narsa ekan deb o'ylagansiz. Olib tashlaydigan narsa deb. Endi bir narsa aytamiz, 60 dan oshgan inson bu ham meditsina. Ko'pchilikda biz allaqa fake, yolg'on xabar berayotganga o'xshab qolmaylik. Yuzini ko'rsatmaymiz. Narigan boshqa bo'lib tursangiz, operatsiyaning chandig'ini telefonda olib ko'rsatib qo'yaman. Yuzingizni ko'rsatmaymiz, opa. Bo'laveradimi? Faqat belingizni o'sha chandig'ini ochib ko'rsataylik, yuzingizni hech ko'rsatmaymiz, telefonda olib kelib, men chandiqda ham ko'rsatib qo'yamiz-da. Nari yonbosh bo'lib turing, nari tomonga. Ko'rdik-ku, baribir nimalarni ko'rsatib qo'yamiz. Faqat oldin men ochib to'g'rilab tur mana. Bo'ldi mana. Shunday. Ko'ylagingizni bunday qilib turamiz. Ko'tarib turing mana. Yo'q, ko'tarib turing. Bo'ldi mana. Mana shunday. Operatsiyaning maqsad chandig'ini biz ko'rsatib qo'yishga. Hijam ham olgan ekansiz-da? Ha, shuni ham. Namanganda olsiz shekilli menimcha. Shu Namanganda Iqboljon. Yo'q, mayli, atini aytib o'rmang, atini aytish yo'q. Nimaga desangiz, sababini bilolmasdan bilaman-da, qayerdanligini. Xo'p, operatsiyani ham, hattoki qada qildirganingizni ham aytmang, sababi hech behurmatlik bo'lib qolmasin. Xo'p, endi ayol kishi endi iltimos qildi nimaga? Mana shu jarayonga tushib qolmasin, shu kunga tushib qolmasin deb ko'ryapsiz mana. Operatsiya bu yerdan taxminan bir 12 yil. Nima deysiz? 12 yilmidek. Ha, taxminan shu 10 sm atrofida bo'lyapti. Bu yerda nimasi, choki, borgan joyi 10 sm gacha 12 ta nina ekan-a. Mana hijamani o'rnlari ham turibdi mana bu yerda. Faqatgina operatsiyadan tashqari hijama ham qo'llanib ko'rilgan mana. Hijamani o'rnlari bu mana. Mana ko'ryapsizmi? Bu bilan biz nima demoqchimiz? Hattoki bu operatsiya qilib mana shunday holatda kestirib bo'ldi. Opajon, rahmat. Yuzini ko'rsatmaymiz deb berdik-da biz. Operatsiyadan ham qutulmayapti. Mana bitta isboti demoqchimiz siz orqali. Endi xudo xolasa lecheniyani qildik, opa. Ana 16 yil oldin operatsiya qilgan bemorimiz va 16 yil davomida yana lecheniya olib mana shu kasallik bilan kurashib kelyapti yana. To'xtamasdan. Lekin bu kasallikda faqat kasallikni o'zi bo'lsa mayli, operatsiyadan keyin yarim jon bo'lib qolasan ekan odam. Ishga yaramay, ish qilolmay qoldim. Avvalgi holatingiz orzu bo'lib qoldimi? Ha, avvalgi holat orzu. Mana endi operatsiyadan keyin men MRT xulosasini o'tganlik 24-yilgisi bor ekan, men o'shini ko'rsatib beraman bu yerda. Sababi ham bo'ynida ham bor opamizda, ham belida ham bor. Mana bel umurtqa pog'onasida ketdik mana. L1, L2 dan tortib ketyapti mana. L1, L2 dan tortib ketyapmiz mana. 4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 4 mm. Qarang, operatsiyadan keyin bo'lyapti. Osteoxondroz, spondilyoz deyapti, protruziya grija deyapti. Demoqchimanki, mana shunaqa holatlar yana qaytalanyapti. Operatsiyadan keyingi holati mana bu 24-yil. 16 yildan beri ham lecheniyalarda qo'llab kelgan. Qanday turlarini oldingiz, opa? Shu больницада yotdim, fizioterapiya mumkin emas bo'ladi. Sizga
Mashqlar mumkin emas edi. Dori-ko'rlar olaman, chiqaman. Ha, faqat dori-ko'l bilan yashadingiz. Dori-ko'l bilan yashab keyin ham Fredash hijama qiladigan joy bor ekan, o'tgan hijamaga qatnadim. Aha. Hijamaga ko'proq qatnab boribman, yo kelmang demadi, men bilmadim qancha borishimni. 8 marta boribman-da. Qarang, hijamani ham 8 ta tekshirib olibsiz. 8 marta borgandan keyin umuman belimni birovmandek ko'tarib, o'ntarib qo'ymasa, ko'tarib o'ntarib olmaydigan holatga kelib qoldim. Xo'p, demoqchimanki, akalar, men nima uchun ko'rsatib beryapman? Doimiy efirlarimda aytganman. Akalar, hijamani grija kasalligi foydasi yo'q, befoyda. Qon aylanishiga, qon bosimiga yaxshi foyda qiladi, qon bosimlariga, lekin imенно grijaga aka mana bu grija xuddi shu holatda chiqsa, bu nervga tegyapti. Hijamada bo'lsa siz mana belingiz orqa tarafdan hijama olasiz. 8 marta bordim deyapsizmi? 8 marta. Ana boring 8, menimcha 100 grammdan oldimi? Ha, bankani qo'ysa to'lib chiqadi u metodda, bilaman-da. 400 grammli bankada mancha chiqdi, keyin ozroq chiqdi. Ana 400 grammli bankada yarim bo'lsa, qolganlarini solishtirsangiz taxminan 800 gramm qon oldirgansiz, o'rtacha hisobda. Hammasini bir unaqada hisoblasak. Akalar, bu grija kasalligida 1 litr qon oldirsanglar, mana bu grija joyida turaveradi. Sababi bu yerda mana bitta isbot, 8 marta hijama qilgan, tekshirib belini chuqurroq tekshirib turib, bankani qo'ydirib so'rib olgan. Grija bu yoqqa so'rilib chiqmaydi. Qachonki bu manual terapiya qilib mana umurtqani ochganda ichkariga kirib ketadi bu grija, vakuum so'rib oladi. Sizni operatsiya qilganlar manual terapiya mumkin emas, qo'l tegizish mumkin emas debdi. Turnik osilish mumkin emas, mashq mumkin emas. Necha yoshda edingiz? O'sha paytdami? Yo'q, hozir. Hozir 64 da. 64 yoshda. 64 yoshdagi bemorni biz manual terapiya qilyapmiz. Bugun 5-kun-a? Opa, necha foiz o'zgardingiz? Menimcha 60% ga o'zgardi. Birinchi kursda. Xo'p, endi bu yerda yana men operatsiya deganini men qisqa tushuntirib beraman. Nima deyapti? Operatsiya deganini men hozir ko'rinishini men sizlarga tasavvur qilishinglar uchun rosa dehqoncha qilib tushuntirib beraman men sizlarga hozir. Mana bu umurtqa pog'onamizda mana shu holatda mana nervlar bo'ladi, mana nervlar bo'lyapti. Mana zubnoy pastani ahamiyat berib turinglar mana. Zubnoy pastani mana orasidagi fibroza halqaga o'xshatamiz. Mana fibroza halqaga o'xshatamiz. Mana bu suyak, mana umurtqa pog'ona suyaklarimiz mana barmog'im bo'ladi. Mana orasida, mana orasi fibroza halqa mana zubnoy pasta turibdi. Yillar davomida o'tirasiz, ish qilasiz, og'ir ko'tarasiz, mana chiqib kelyapti, nagruzka, ezilishdan chiqib kelyapti. Chiqib kelib mana nervga tegyapti mana. Endi manual terapiya degani nima degani? Mana ikkita qisilgan umurtqani ko'tarib ochish mana. Ko'tarib ochganimizdan keyin so'rilib kirib ketyapti bu. Ko'ryapsizmi mana? Yillar davomida umurtqalar cho'kadi, umurtqalarning orasida mana shunday holatga chiqib keladi mana. Umurtqalarimiz cho'kkan sari bu orasida suyuqlik chiqaveradi. Chiqib mana shu nervga tegyapti mana. Mana shu nervga tegishini grija deb aytadi. Manual terapiya deb harakati cheklangan umurtqalarning harakatini yaxshilab, oralarini ko'tarish. Ko'targanimizdan keyin bu orqaga qarab mana kirib ketadi mana. Ko'rdinglarmi? Mana kirib ketdi. Endi operatsiya degani nima degani? Hozir men ko'rsatib beraman operatsiya deganini. Operatsiya degani mana yillar davomida mana shunday holatda chiqqan grijani mana shu holatda chiqqan grijani yillar davomida operatsiya degani mana shunday holatda tozalab olib qo'yish degani mana. Mana operatsiya qilin, operatsiyani grijani operatsiyasi deganda mana shu zubnoy pasta chiqdimi? Bunday holatda olib kelib tozalab olib qo'yadi mana. Bo'ldi. Bu bosim bor. Hali ham mana bosim turibdi bu yerda. Bosim bo'lgandan keyin yillar davomida yana ezilib yana mana bosim chiqaveradi mana. Ko'ryapsizmi? Bosim bo'lgandan keyin chiqib kelaveradi bu narsa yana. Iloji boricha demoqchimanki, bosimni ochish kerak. Mana qisilgan bosimni ochmasdan buni tozalab olib qo'ysa, mo ichkaridagi zubnoy pasta tugaydi. Tugagandan keyin ana pustoy bo'lib ishqalanadi umurtqalar bir-biriga. Pustoy bo'lib. Buni nima qilish kerak? Bosimni ochish kerak mana. Demoqchimanki, bu narsa vakuum ichkariga tortib oladi bosimni ochganimizdan keyin. Xo'p, endi opajon, yana hozir biz bemorlarga men siz orqali ko'rsataman manual terapiyani. Mana ko'rinishi shunaqa bo'ladi deb.
Siz ham tushunib oldingizmi, opa? Operatsiya haqida ma'lumot oldingizmi? Yana bitta narsani aytib qo'yish kerak bo'lyapti. Oyog'im og'riyapti deb juda ko'p odam adashib davolantirib yuradi. U albatta bu yerdan kecha bittasi bilan gaplashdim. Oyog'im og'ridi, men surkardim, hech ham ta'sir qilmadi dedi. Belizga surkang dedim. Belizga surkang, yaxshi oyog'ingiz og'riq yo'qoladi dedim. Shuni adashib qolmasdan beldanligini bilish kerak. Qarang, juda to'g'ri aytdingiz. Mana men ertaman bitta bemorni qabul qildim. Ko'rigimga keluvdi. Aytayaptiki, oyog'im dumbami ichi bilan tortib og'riyapti, shamollab qolgan dedi. Bekar aytibsiz dedim. Grija bor belingizda, tortib og'riyapti bu dedim. Desam, belim og'rimayapti-da deyapti. Demoqchimanki, bu yerda belni oyoqqa beradi. Oyoqqa beryapti-da. Oyoqqa beradi. Xuddi shunaqa. Yonboshi bo'lib yoting. Ana shuning uchun har bitta bemorning fikri, operatsiya bo'lgan bemorimizning fikri sizlarga kerak, menga emas. Xulosani boshidan o'tkazgan odamdan olaverasizlar mana. Pastgisini uzatamiz. Operatsiyadan keyin manual terapiya qilyapmiz bemor. Hozir 2 minut a? Boshqam. Zo'r ochildi. Voyam ochildi ya. Qarang. Hali ikkita bilan. Ham bo'yin grija bor sizda, ham bel grija bor. Bo'sh. Mazza bo'ldi, mazza qildim. O'zim ham og'izlarini eshitib. Yo'qyaptimi sizga ham? Yo'qib, ashi birinchi kundan bildim. Elma qo'lim uchidan shap qiling. Birinchi kuni o'ta zo'r bo'ldi, o'shanda o'ta. Sal boshimiz. O'zim bo'sh qo'yib olay. Xo'p, ko'ryapsan? Hol qo'ymang bet. Zo'r bo'ldi. Shunday yozib turamiz. Yaxshi. Yaxshi. Xo'la endi boshingizni kushetkaga kirgizib yotingman, pastga. Pastga qarab yoting, pastga qarab yoting. 64 yoshli bemorni operatsiyadan keyin manual terapiya qilib davolayapmiz mana. Kimnidir bizni kuzatib borayotganlarda onasidir, kimnidir otasidir, mana shu yoshda bo'lishi mumkin. Biz buni ham mazlarimizni, maxsus mazlarimizni surkab, davolab, ichadigan giyohlarimizni berib, ana quvvatlantirib keyin qilyapmiz. To'g'ridan to'g'ri qilmayapmiz, opa. Bismillah. Yana bitta. Yana bitta. Zo'r bo'ldi. Bo'ldi, tega qarab yotaveramiz. Bo'ldi, yotaveramiz. Chidasa bo'lar ekan, yaxshimi? Yaxshi. Bugun 5-kuni ochdik, ammo biz kutgandan ham zo'r o'zgarish bo'ldi. Endi bir narsani aytib o'tib ketaylik. Kimdadir yaxshi o'zgarish tez kuzatiladi, kimdadir sekin kuzatiladi-da. Qarang mana, 16 yil oldin operatsiya qilgan, meni oldimga yangiligida kelmaydi biroq. Operatsiya qiladi, dori-darmon oladi, sanatoriyga boradi, lyuks joyga boradi, hijama qiladi, vaqtni o'tkazib, oxirida imkonsiz, ilojsiz keyin keladi-da. Men sizni 1 oydan beri kuzatdim-da. 1 oydan beri kuzatib, oxiri 3 yilda bu yoqda bir yerda yotmay qo'yuvdim. Больницада shu. Umidingizni uzdingiz. Umidni uzib shu men ketaman ekan. Больницада yotganimda mashq olmasam, fizioterapiya olmasam, ukolda o'zim ham ovoraman deb ambulatoriyada ovoryaptim. Endi shu 1 oy kuzatdim tagi, mana tabiiy qo'l bilan haligi texnический bo'lgan endi boshqa tilmalar bor-ku. Men tushunib beraman. Texnический davolash. Mana, xuddi shunaqa. Mana bu ishondim-da. Mexanik usulda bosimdan kelib chiqyapti. Mana bemorning o'zi aytayapti mana. Bu narsa mana mexanik usulda bu narsa bosimdan kelib chiqyapti mana. Mexanik bosimdan ezilyapti. Biz bu narsani mana ezilgandan kelib chiqyapti. Ezilishda ochib qo'yapmiz, kirib ketyapti mana. Biz bu yerda mana qisilgan umurtqani ko'tarib beramiz. Vakuum ichkariga so'rib beradi. Xo'p, opa, rejimlarga rioya qilasiz. Uzoq o'tirmay turasiz bizni lecheniyadan keyin 1 oy va og'ir ko'tarmaysiz. Iloji boricha yonboshlab olib ovqatlanasiz. Yonboshlagan holatda, opa. Xudo xolasa 1 oydan keyin bitta kelasiz, bitta ko'rishamiz, opa. Xo'p, sizga sog'lik tilaymiz. Bizni kuzatib turayotgan bemorlarga ham operatsiyadan o'zingizlar xulosa chiqarib olinglar endi. Ana shuning uchun mana shu ko'rsatuvni biz olishga nima qildik va sizlarda oranglarda bel sohada grijasi bor bemorlar, tanishlaringlar, qo'shningiz, qarindoshlaringiz bo'lsa, mana shu videoni bitta tashab qo'yasiz. Sababi ular ham bitta xulosaga kelib oladi-da. To'g'rimi? Xo'p, hammanglarga sog'lik tilaymiz, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.